Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 76. sure İnsan. Medine'de nazil bo'lgan 31 oyat. Nihayet şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. İnsan onaning qo'rsqida bir muddatni o'tkazdi. U arzimaganlikdan tilga ilinadigan narsa emas edi. Shubhisizki biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayollarning ma'nisidan yaratdik. Uni biz sinaymiz. Shuning uchun uni nozil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratuvchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. Shubhisizki uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mu'min bo'lib yaxshi yo'lda mengib Allohning ne'matiga shukr qiluvchidir, yoki fojir bo'lib yomon yo'lda mengib kufrlik qiluvchidir. Shubhisizki biz kofirlarga putlarga selinadigan zanjirlarni, bo'yinlariga selinadigan taqoqlarni va yinib turgan do'zaxni tayyorladik. Haqiqatan yaxshilar kofir aralashtirilgan may bilan to'ldirilgan jamlardan ichidi. O kofirlar jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. O buloqni ular xohlagan joylarga eqitib bora oladi. Ular o'z ustiga qasam ichib olgan ishni o'rlaydi va dahshat keng doiralik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kundan qo'rqadi. O'zi muhtoj turuqliq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Ular aytadi: "Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz." Shubhisizki biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. Alloh ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. Ularning sabr toqatlari uchun Alloh ularni jannat bilan va u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi. Ular jannat taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Ular jannat qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'maydi. Jannatdagi daraxtlarning soyalari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilinadi. Ularga tamoq qachilangan ko'mish taqsilar, may to'ldirilgan ko'mishdan yasalgan shishidek suzuk jamlar aylantirib sunilib turadi. Soqiylar ularning ehtiyojiga qarab loyiq o'lchaydi. Ularga yana jannatda zanjivil aralashtirilgan jamlar, ya'ni jamdagi maylar suniladi. Jannatda salsabil deb atiladigan bir buloqmi bor. Qiyirmay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turadi. Ularni ko'rgan chig'ingda ularning go'zalligi, suzukligi va nurliqligiga qarab ularni terilib ketgan marvoyitmikin deb qolasan. Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, bu yerda tasvirlab tugatkili bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rasan. Ularning uchisida yupqa yipak va qalin yipakdan tayyorlangan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Parvardigor ularga pok sharob sunadi. Shubhisizki bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Ey Muhammad, haqiqatan biz sana Qur'onni bo'lib nozil qildik. Sen Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Sen ularning ichidan hech bir gunohkorga yoki kufrlik qilguvchiga bo'ysunmagin. Ertagan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin. Ya'ni namoz o'qigin, Parvardigoringga ko'p toat ibodat qilgin. Kechining oz qismida uningga sajda qil, ko'p qismida uningga tasbih et. Shubhisizki bular dunyoni oxiratdan ortiq biladi. Kelgusidagi qiyin bir kunga, ya'ni qiyomatga sal qaraydi. Biz ularni yaratdik. Ularning badanini mazmut qildik. Agar biz xohlasak, ularni halaq qilib, o'rniga ularga o'xshash boshqa odamni dastatdik. Shubhisizki bu oyatlar vaz nasihatdir. Bu vaz nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. Faqat Alloh xohlagandila ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Alloh haqiqatan hammani bilguvchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh xohlagan odamni rahmatining doirasiga kirgizadi. Alloh zolimlarga qattiq azobni tayyorladi.